Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning balaliq asmlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Shu chaqlardan boshlab urush uzilmadi. Aniqrog'ini deganda, urush boshdan oxir birla urush edi. Onun balaliq chaqlarida bir qancha oy ko'cha urushi bo'ldi. Ba'zilarini u aniq esleyolmaydi. Ammo u chaqdagi butun tarixni tepib chiqib, kimning kimga qarshi, qachon, qandoq urush qilganligini aniqlash allaqachon mumkin bo'lmaydigan ishqa aylangan edi. Chunki uningga oid hech qanday yozma xotira, biror eg'iz so'z, hozirgi ittifoqdoshdan boshqa biror ittifoqdoshning gapimi qolmagan edi. Mushu vaqtning o'zida 1984-yili agar mushu rost bo'lsa, Okeaniya Sharqiy Osiyo bilan ittifoq tuzib, Yevro Osiyo bilan urush qilyotdi. Hech qanday ommaviy yoki xususiy sorunda bu uch davlatning qachon, kim bilan ittifoq tuzib, kimga qarshi urush qilayotganligi haqida hech qanday gap so'z bo'linmaydi. Amaliyotda Winston Okeaniyaning Yevro Osiyo bilan ittifoq tuzib, Sharqiy Osiyo bilan urush qilayotganligini, endi texi 4 yil bo'lganligini tasodifiy bir fursatda bilib qolgan edi. Chunki uning xotirasi texi to'liq kontrol qilinmagan edi. Partiyaning so'zichi bo'lganda, ittifoqdoshlik azaldan o'zgarmagan edi. Okeaniya Yevro Osiyo bilan urush ichida edi. Demak, Okeaniya azaldan Yevro Osiyo bilan urush ichida edi. Hozirgi vaqtdagi dushmanning o'zi mutlaq razillikning vakili edi. Shundaqla uning bilan ilgirimi yoki bundan keyinmi har qanday bir kelishimning bo'lganligi yoki bo'lib qilishi mumkin emas edi. U murisni keyniga egib og'irganda qo'lini kassiga qo'yib belini keyniga egatdi. Buning dumba muskiliga foydasi bor deyiladi. Necha 10 ming qitimlab qolisidan kechgan bir qo'rqinchli o'yni eslab qoldi. Buning rost bo'lib qilishi haqiqatan qo'rqinchli ish edi. Navoda partiya o'tmishga qo'lini tiqib, bu yoki u voqeani azaldan yuz berib baxmagan degan bo'lsa, ajiba bu qiynash va o'ldirishdanmi qo'rqinchli ish emasmi? Partiya Okeaniya azaldan Yevro Osiyo bilan ittifoq tuzib baxmagan deydi. Winston bo'lsa, Okeaniyaning texi bundan 4 yil burun Yevro Osiyo bilan ittifoq tuzganligini biladi. Ammo buningga paket qani? Bu faqat uning engidala mavjud. Shundaqla uning engidan yo'q qilinishimi har qachon aniq. Agar hammaydan partiya aytgan yolg'onni qabul qilsa, barliq yozma xotirlar o'xshash bir hikoyani so'zlasa, bu yolg'on tarixga kiradi. Demakki, haqiqatga aylanib ketadi. Partiyada shundoq shuar bor. Kim o'tmishni kontrol qilsa, shu kelgusini kontrol qiladi. Kim hozirni kontrol qilsa, shu o'tmishni kontrol qiladi. Garchi o'tmishni xarakterini o'zgartkili bo'lmasimi, ammo u azaldan o'zgartilib boqmadi. Hozir haqiqat hisoblanadigan har qanday narsa mangu haqiqat edi. Buni mushundaq qabul qilish uchun faqat o'z xotiramiz ustidan g'olib kelishimiz lozim. Endi ular buni reallikni kontrol qilish deb ataydi. Yangi tilda bo'lsa, qo'sh tafakkur deb ataladi. Turunglar deb vaqirdi yetakchi sal yiqimliqroq talaffuzda. Winston ikki qo'lini yonga tashlab, o'pkisini havoga to'ldirdi. Uning mingisi qo'sh tafakkurning sirliq o'rdisiga kirib ketdi. Bilish va bilmaslik. Haqiqatni aniq bilib turib, ustalik bilan to'qilgan yolg'onni tang tovlash. Bir-birini inkor qilgan o'zaro zid ikki qarashning har ikkilisiga ishonish va uni haqiqat deb bilish. Logikadan logikaga qarshi foydalanish. Axloqni targ'ib qilib turib, uni inkor qilish. Demokratiyaning mumkinsizligini so'zlab turib, partiyaning demokratiyaning qo'g'dug'uchisi ekanligiga ishonish. Unutishqa zo'r har qanday narsani unutish. Andin lozim bo'lganda yana uni asliga keltirib foydalanish. Orqadilla uni yana pak-pakiz unutib ketish.
Әң ямini mushu o'xshash jarayonga yana shu o'xshash usulda muomala qilishdir. Uning eng qaltis yeri odam o'zini o'zi аңлык holda аңсызlıqqa әкirdi. Ondan keyin yana bir qitim o'zi hozir qilgan gipnoz bilan аңсызlanadi. Hatto mushu qo'sh tafakkur deganni tushunishdimi qo'sh tafakkur ishlatiladi. Qani, qaysimiz putimizning uchiga qo'limizni tekkizoladi ekanmiz? Dedi u to'liq jo'shqin holda. Dal kassimizning ustidan, qani yo'ldoshlar, 1 2 1 2. Winston bu mashqqa bekla hö bo'lib ketgan edi. Har qitim uning o'shqidan kassigacha og'rib ketadi va mashq oxirlashi hamon qattiq yo'tilib ketadi. Uning boyqi xiyollardan kelgan ozroq ko'ngilli kayfiyatmi oxirlashdi. U o'tmish o'zgartilgandila emas, balki vayron qilingan deganlarni o'yladi. Chunki siz xotiringizdan boshqa hech qanday yerda biror yozma paket bo'lmagan ahvolda qandaqmi o'tmish haqida aniq paket turg'iza olasiz? U g'o'jakini tunji qitim zodi qachon anglaganligini eslashga tirishib baqdi. Cho'qim 60-yillar atrofida deb o'yladi u. Lekin jazmlashtirish mumkin emas edi. Albatta, partiya tarixida G'o'jaka partiya qurilgan eng dastlabki vaqtlardan boshlabla dohiy va partiyaning qo'g'dug'uvchisi deyiladi. Uning to'hfalari hatto 30-40 yillargacha opirilgan edi. U chog'lar ajoyib go'zal chog'lar edi. Kapitalistlar motorliq paqiraq mashinalari va ot qo'shilgan aynak derizlik peytonlarida London ko'chalarida yurishadi. G'o'jaka haqidagi bu rivoyatlarning zodi qanchalikning rost, qanchalikning o'ydirma ekanligini hech kim bilmaydi. Winston hatto partiyaning zodi qachon qurilganligini aniq bilmaydi. U insult degan so'zni 60-yillardan burun anglaganligiga ishonmaydi. Hatto uning kona tildagi ingliz sotsializmi degan birikma shakli insult degan qisqartirma so'zdan burun tarqalgan edi. Hamma narsa xiralashib ketgan. Amaliyotda ba'zi up-uchuq yolg'onlarni sizmi bilib olaydingiz. Masalan, partiya tarixiy kitoblarida aeroplanni partiyaning kashf qilganligi so'zlanadi. Bu jo'ylaganlik. Winston nihoyat kichik vaqtlardami aeroplanning borligini eslayalaydi. Ammo siz hech nimani isbotlay olmaydingiz. Hech qanday paket mavjud emas edi. Uning butun hayotida faqat birla qitim quliga tarixning burunlanganligini isbotlaydigan bir yozma paket tushib qolgan. Dal shu chaqda. Simiz! Deb vaqirdi ekrandagi xotin hazazullarcha. Ve 60-79. Ha siz, bekroq egiling. Buningdan yaxshiroq qila olasiz. Siz kuchimidingiz? Texmo pasrak. Ha, endi obdan bo'ldi. Yo'ldosh, endi turing. Hammanglar turinglar. Menga qaranglar. Winstonning butun badanidan cho'g'dak ter chiqib ketdi. Uning yuzini ekran ko'rolmaydi. Ma'yusligingni hargiz chondirma. Noroziligingni qat'iy ko'rsatib salma. Ko'zingdagi kichkina nur ifodasi seni yo'q qilishga yetarlik. Yetakchi qo'lini beshidan egiz ko'tardi. Uning harakatlarini bek nafis deb ketgili bo'lmasimi, lekin xeyli o'lchamlik, chabdas edi. Ondan belini egib, qo'lini putining uchiga tekkizdi. Qani yo'ldoshlar, men dal mushunda qilganinglarni ko'rmoqchi edim. Menga yana qaranglar. Men 39 yosh, 4 bolam bor. U belini egdi va qaranglar mening putim egilmidi degash badinini rusladi. 45 yoshdan tuvan har qanday odam bu harakatni qila oladi. Oldingi safga berib urush qiladigan talay hammamizga nasib bo'lishi natayin. Shundaqdimi badinimizni o'lchamlik tutish tamoman mumkin. Malabar frontidagi azbatlarimizni o'ylanglar. Laylima istihkomdagi g'avvoslarimizni, ularning qanchalik jafoda ishkanligini o'ylanglar. Qani endi qayta qilib biqinglar. Ha, endi bo'ldi yo'ldosh. Winston qattiq egilibdi, qo'li putini uchiga tegdi. Bu Winstonning bir necha yildan buyon tunji qitim takkuzalishi edi. Uning kundalik xizmati boshlandi. Winstonning
ishxona temidagi ekranға yaqinliqimi uningga ich-ichidan kelgan bir tabiiy ufni to'sib qololmadi. Winston xotirlag'ichni oldiga tortdi va mikrofondagi changlarni puvlatib ko'zoynagini taqdi. Ondan o'ng tarafdagi havo besimliq turubidan kelgan 4 turum qog'ozni oldiga yeyib qisqichda qisdi. Bu katakdak ishxonaning temida 3 dona to'shik bor. Xotirlag'ichning o'ng tarafidagisi yozma uchurlarni yo'llaydi. Sol tarafdagi cho'ngroqidan gizit yo'llanadi. Yon tarafdagi tomning Winstonning qo'li yetadigan yerdagi temir torda to'silgan chasa shakllik tüşük bo'lsa, tashlandiq qog'ozlarni betaraf qiladi. Bundaq eg'izdan butun binoda necha ming, hatto necha 10 mingi bor. Har bir ishxonada bo'lishdan boshqa koridordagi muayyan orliqdimi birdan bor. Nima sababdikin tang bu tüşüklar xotira tüşüki deb ataladi. Yo'q qilinishga tegishli hujjat yoki koridorda uchirgan qog'oz parchalari shu tüşükka tashlanadi. Ondan issiq havo iqimi ularni mushu binoning ma'lum bir yerdagi g'oyat zo'r pechqa opirib tashlaydi. Winston oldidagi har biriga 1-2 qurla qisqartilgan maxsus atalg'ulardan tarkib topgan uchur yozilgan qog'ozlarga sinchilab qaradi. Bu maxsus atalg'ular yangi tilda uchirmaydi. Ammo asosan degudek yangi tildagi so'zlardan tarkib topgan edi. Bu so'zlar ministerlikda ichki maqsadlar uchun qo'llanadi. Times 17 13 84 BB'ning Afrika dokladidagi xatolik tuzatilsin. Times 19 23 83 3-chi yillik planning 4-chi fasli haqidagi oldin ma'lumotning 83 yerida bosma xatoligi bor. Hozirgiga silishtirilsin. Times 14 2 84 Mo'lchilik ministerligi shokolad miqdorini xato naql olgan, tuzatilsin. Times 3 12 83 BB'ning kundalik buyrug'ida odam emas degan so'z ishlatilib qolgan. To'liq tuzatilib arxivlashtirishdan burun topshirilsin. Winston yenik bir to'yg'ida 4-chi uchurni bir yonga qo'yib qo'ydi. Bu nihoyatda murakkab va mas'uliyati og'ir xizmat edi. Hozir yaxshisi ishni 4-chisidan boshlash kerak. Qolgan 3-chi garchi ikkinchisida nurg'un sonlarni bir-birlab silishtirishga to'g'ri kelsa-mu, odatga aylanib ketgan kundalik xizmatlar edi. Winston ekrandagi qaytarish nomerini urib, Times gazetining lozimliq sonlarini so'radi. Bir necha minutdan keyin bu gazetlar heliqi havo besimliq eg'izdan chiqdi. Winston topshirib olgan uchurlar gazetdagi maqola yoki xabarlardagi ma'lum sabablar tufaylidan o'zgartish yoki kasbiy til bilan aytganda tuzitish zarur deb qaralgan joylar edi. Masalan, Times gazetining 17-chi soniga G'ojakining oldingi kundagi nutqi bisilgan. U nutqda G'ojaka Janubiy Hindiston fronti tinch turdi. Yevro Osiyo armiyasi qisqa vaqt ichida Shimoliy Afrikaga hujum qo'zg'aydi deb bishorat bergan. Vaholanki, amaliyotda Yevro Osiyoning bosh qo'mondoni Shimoliy Afrikaga hujum qilmasdan, balki Janubiy Hindistonga hujum qo'zg'agan. Shuning bilan G'ojakining nutqidagi ashu bo'lakni qayta yezib chiqib, uni amaliyot bilan birlashtirish zarur edi. Yana masalan, Times gazetining 19-chi sonida hukumatning 1983-yilining 4-chi faslidagi, shundaqla bu yana 9-chi 3 yillik planning 6-chi choriki edi. Har qaysi mahsulotlarning ishlab chiqarilish miqdori haqidagi oldin ma'lumoti besilgan. Bugungi gazetda bo'lsa amaliy ishlab chiqarish miqdori besilgan bo'lib, buningdagi sonliq ma'lumotlar boshda e'lon qilingan. Ma'lumotga udul kelmaydi. Winstonning xizmati dal boshdagi sonliq ma'lumotlarni o'zgartib, keyingisi bilan birdaklaştirishdir. 3-chi uchurdagisi bo'lsa kichkina xatolik bo'lib, 2 minutda tuzatkili bo'ladi. Texi fevraldala Mo'lchilik ministerligi 1984-yili shokolad ta'minotining kamaytirilmaydiganligi to'g'riliq bir va'da, hukumat tilida mutlaq kapolat deb ataladi. Va'da e'lon qilgan edi. Biroq shokolad ta'minlash miqdori mushu haftaning oxiri 30 grammdan 20 grammga tushib qoldi.
Buni Winston biletdi. U əmdi bu vədini təminləşni 4-cü ayının məlum vaxtida azaytıdığanlığını bildirdiğan bir uqturuşqa özgərtib qoysıla bulatdi. Winston kelgan həmmə uçurlarni bir tərəf qılıb bulubla, xatırlىgۈçtە tüzətkənlərini Times gazetining mas keldiğan sani bilan qıstırıb, hava besimliq eğizға kirgizvetdi. Andın adətlenib ketken bir təbii hərəkət bilan əslidəki uçur və öz yazğan kopiyalarini billa xatırə töşküge taşlıvetdi. Winston hava besimliq turba ilib baradigan odamni eziqtiradigan bu sirliq o'rnida nima ishlarning yuz berdiganligini tafsili bilmaydi. Ammo faraz qila olaydi. Times gazetining tuzitish zarur deb qaralgan ma'lum sonining hammasi to'planadi va tuzitilib qayta besiladi. Ondan asli nusxasi ko'ydirilib, uning o'rniga tuzitilgan nusxasi qo'yiladi. Gazetlarla emas, ma'lum siyosiy va ideviy vazni bor deb qaralgan barliq kitoblar, fasillik jurnallar, kitobcha qo'llanmalar, lozunkalar, tashviqot varaqchilari, unsin lentalarining hammasi mushu shaklda bir taraf qilinadi. O'tmish har kun, har minutda to'xtamasdan o'zgartirilib, hozir bilan birdaklashtiriladi. Shuning bilan partiyaning har qanday oldin ma'lumot bishoratlarining azaldan to'g'ri chiqadiganligining moddiy isboti maydonga keladi. Navbatdagi vaziyat ehtiyojiga xilof har qanday xabar, ko'z qarashlarning saqlanishi va xotirlanishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Barliq tarix xuddi tera qog'ozga yozilgan xatdek pokiz uchirilib turadi va zarur bo'lganda qayta yoziladi. Partiya qildi deb qaralgan har qanday ish harakat yuz beribli bo'lsa, mazkur ish harakatning yuz bermaganligini isbotlashga urinish asla mumkin bo'lmaydi. Arxiv boshqarmasining eng cho'ng tarmog'i hozir Winston ishlaydigan tarmoqdimi xilila cho'ng bo'lib, mazkur tarmoq maxsus ilgari besilgan, endi yo'q qilinishi zarur deb qaralgan har qanday kitob, gazet va boshqa hujjatlarni tepish, to'plashga mas'ul edi. Times gazetining ma'lum soni ittifoqdosh davlatning o'zgarishi yoki G'o'jakining ma'lum bishoratining to'g'ri chiqmay qilishi tufaylidan aslidagi chesla va sonda qayta besilib arxiv omborida saqlanadi. Buningga zid har qanday paket uchurning saqlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Kitoblarmi yig'iladi va qayta yoziladi. Ularning o'zgartirilganligi qat'iy e'tirof qilinmaydi. Winston har kuni qabul qiladigan yozma ko'rsatmalarmi ishlatilib bo'lgandan keyinla darhol bir taraf qilinadi va har qanday burmulash yoki o'ydirishlar qilcha chandrilmaydi. Bu faqat tahrirlik, korrektorlik, besish, urush yoki naql ilish jarayonidagi ushoq xatoliklarni tuzatish deb tushuntiriladi. Əməliyyatdamı o molchilik ministerligining sonliq ma'lumotlarini tuzatganda uni o'ydirmachilik deb o'ylamaydi. Bu faqat bir yolg'onning o'rniga yana bir yolg'onni almashtirishlar edi. Siz bir taraf qilayotgan har qanday materialning real dunyodagi ma'lum paket bilan hech qanday bog'lanishi yo'q edi. Hatto shu yolg'onning ichidagi boshqa yolg'onlarningmi bir-biri bilan bog'lanishi yo'q edi. Statistikalarning asli nusxasidagimi, tuzitilgan nusxasidagimi o'xshashla o'ydirma edi. Bularni kallingizdan chiqarib etishingizgimi xeyli ko'p vaqt ketadi. Masalan, Molchilik ministerligi bu faslda 145 million jup o'tuk ishlab chiqariladi deb mo'ljar qilingan bo'lsa, ammo amaliy ishlab chiqarish miqdori 62 million bo'lgan bo'lsa, Winston buni tuzatganda 45 million degan mo'lcharni 57 million deb yozadi. Shuning bilan partiyaning ishlab chiqarish plani oshirib o'rinlangan bo'ladi. 62 million jup hargizmi 57 million jup yoki 145 million jupga qaraganda paketga bakroq yaqin emas. Amaliyotda bir jup o'tuk ishlab chiqarilmagan bo'lishimi tamoman mumkin edi. Zodi qanchalik ishlab chiqarilganligini hech kim bilmaydi. Hatto buning bilan hech kimning korimi bo'lmaydi. Faqat hamaylan har bir faslda son-sanoqsiz o'tuklarning ishlab chiqarilganligini gazetlardan biladi. Shundaqla Okeaniya xalqining yerimining yalangoyoq yuradiganligini nihoyat obdan biladi.
Çoğun bolsun, kiçik bolsun, her qandaq turdaki istatistiklik ma'lumotlar mana mushundaq edi. Hamma narsa mana mushundaq yo'qliqqa, ko'langiga aylanib ketadigan bu dunyoda, hatto yil oy cheslalarini aniq jazmlashtirish mumkin emas edi. Winston zalga ko'z yugurtdi. O'dildagi bo'limchida vijik, zangaqlari qaramtul, odamga to'liq ehtiyotchandek ta'sir beradigan bir bosh cho'kirib ishlayotdi. Uning ismi Tillosun edi. Uning tizida qatlangan bir parcha gazet turardi. Eg'izni xotirlag'uchga yaqin akilib olgan bo'lib, gapimni hech kim anglab qolmasin degandek ehtiyotchan ko'rinatdi. U beshini ko'tardi. Zaharxandalarcha bir nur uning ko'zoynagidan Winston tarafga valda chaqnadi. Winston Tillostonni tonimaydi. Uning nima xizmat qildiganligini bilmaydi. Arxiv boshqarmasidagilar odatda bir-birining xizmati to'g'riliq paranglashmaydi. Bir danimo derizasi yo'q bu uzun zalda ikki qator bo'limchi bor edi. Qog'ozlar davomli shiriqlab turardi. Kishilar xotirlag'uchga davomli bir nimalarni shivirlab yozatdi. Winston bu kishilar bilan koridorlarda uchrashib tursimi, shundaqla 2 minutlik nafrat faoliyatida ko'rishadigan bo'lsimi, necha 10 odamni tuzukrak tonimaydi. Hatto ismini bilmaydi. Winstonning yonidagi ishxonadagi yiliqi qum seriq chashli xotun tizimlikdan parga aylantirilgan va shuning bilan azaldan bundoq odam yo'q edi deb qaralgan kishilarning ismini bosh ko'tarmay izdaydi va uchratdi. Winstonning bo'limchisidan bir qancha bo'limcha neridagi bir bo'limchida Ampul Forest ismlik muloyim, nonqipi talat, beparvo ko'rinadigan, quliqini quyuq tuk bisib ketgan bir aylan bor edi. Uning ahang, udarda alayda talati bor edi. Uning vazifasi iddisi chatoq. Ammo ma'lum sabablar bilan she'r to'plamlarida saqlanishi lozim deb qaralgan she'rlarning o'zgartirilgan nusxasini ishlash. Odatda bu bekitilgan tekis deb ataladi. 50 odam ishlaydigan bu zal intayin murakkab arxiv boshqarmasining ichidagi kichkina tarmoq rayoni hisoblanadi. Bu zalning usti, asti, yonlaridagi zallarda bo'lsa tixma odam tasavvur qilg'usiz, oyog'i chiqmas xizmatlarni ishlaydi. Bu yerda nurg'un muharrir, batchik ishlaydigan yo'g'on bosmaxonalar, maxsus saxta rasm ishlaydigan, uskunlari nihoyat ilg'or studiyalar, televiziya filmi ishlaydigan tarmoqlar bo'lib, bu yerda kasbiy loyihalovchilar, rejissorlar, har xil odamlarning ovozini do'rashda alohida talantli artistlar ishlaydi. Uningdan boshqa yig'ilish lozim deb qaralgan kitob, jurnal, gazetlarni to'plab tizimlaydigan bir muncha odamdan tashkillangan maxsus qo'shin, materiallarning tuzitilib bo'lgan nusxasini saqlaydigan g'oyat zo'r ombor, asli nusxasini ko'ydiradigan g'oyat zo'r maxfiy pech bor edi. Yana ma'lum o'rinda mushu butkul xizmatlarni moslashtiradigan, tarixning qaysi qismi saqlanadi, qaysi qismi burmalanadi, qaysisi yo'qitiladi deganlarni belgilaydigan oqillar qo'shinimi bor edi. Arxiv boshqarmasi amaliyotda haqiqat ministrligining faqat birla tarmog'i edi. Bu ministrlikning bosh xizmati hargiz tarixni qayta qurib chiqish bo'lmasdan, balki Okeaniya xalqini gazet, kitob, jurnal, darslik, telefilm, drama, teatr, hikoya, roman degandek har qanday uchur xarakterlik buyumlar bilan ta'minlash edi. Bular partiyaning odatdagi yo'l yo'riqlaridan boshlab ko'ngil ichish programmalari, hatto biror shuar, biror kuplet lirik she'r, biologiya, ilmiy maqolalari, bolalarning savod chiqarish kitobchilari va yangi til lug'atiga qadar hamma narsani o'z ichiga oladi. Bu yolg'iz partiyaning har xil ehtiyoji uchun emas, yana to'van tabaqadagi proletarlarning ehtiyoji uchunmi yuqorqi xizmatlarning hammasi o'xshash tariqada takrorlanadi. Bu yerda bir-biridan mustaqil bir qator bo'limlar bo'lib, maxsus proletariyatcha adabiy asar, muzika, teatr va boshqa ko'ngil ichish mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Bular ishlab chiqargan narsalarning ichida faqat tantarbiya, jinoyat, palchilikdan boshqa narsa bosmaydigan gazet
5 tiyinlik roman, shahvoniy film, musikat deb atalgan bir uskuna bilan butunlay mexanikalik usulda ishlangan g'erib naqsha degandek narsalarmi bor edi. Texi yana shahvoniyat bo'limi yangi tilda shundoq ataladi deb atiladigan maxsus mustaqil bir bo'lim bo'lib, eng tuvan darajadagi shahvoniy asarlarni ishlab chiqara oladi va bular eg'izi pechatlangan qoplarda tarqatiladi. Partiya a'zolarining hatto buni ishlaganlarning bularni ko'rishi cheklanadi. Winston xizmat qilayotganda havo besimliq eg'izdan 3 parcha uchur keldi. Bu hammasi oddiy ishlar bo'lib, u bularni nafrat faoliyatidan burunla tamomlab bo'lgan edi. Winston nafrat faoliyatidan qaytib kirib, ishkapdagi yangi til lug'atini oldi va xotirlagichni bir yoqqa ittirib qo'yib, ko'zoynakini surtib etib, bugun atiganki asosli xizmatiga o'tirdi. Winstonning hayotidagi eng cho'ng xushalliq uning xizmatida edi. Halbuki bularning ko'pinchisi ushshaq-tushshak, zerikishli xizmatlar edi. Ammo ba'zi o'ydirmachiliklar matematika masalalaridek alohida murakkab, chigish, qiyin bo'lib, uning ichiga ixtiyorsiz boshchilab kirib ketadingiz. Buningda siz faqat insokning har xil prinsiplariga bo'lgan tushanchingiz va partiyaning sizdan zodi nima deyishni kutganligiga bo'lgan tuyg'ularingizga tayinatdingiz. Winston bundaq ishlarga alayda mahir edi. Hatto ba'zi chaqlarda uningga Times gazetini, Yangi til gazetidagi bosh maqollarni tuzitish topshiriladi. U baya bir yonga qo'yib qo'ygan uchurni ochdi. Times 3-12-83 BB'ning kundalik buyrug'ida odam emas tilga ilingan to'liq tuzitilib, arxivlashtirishdan burun topshirilsin. Bu jumla kona til, ya'ni o'lchamlik ingliz tilida shundoq edi. Times gazetining 1983-yildagi soniga besilgan Xo'jakining shu kunlik farmoni faqat ko'ngildagidek bo'lmay qolgan va yo'q odam tilga ilinib qolgan. Qaytadan to'liq yezilsin va arxivlashtirishdan ilgari yuqori darajalik organlarga topshirilsin. Winston mas'ul bor maqolani o'qib chiqdi. Xo'jakining bugungi farmoni degan bu maqola asosan degudek laylima istihkomdagi askar g'avvoslarga sigaret va boshqa lozimatliklarni ta'minlab beradigan FFCC degan organning xizmatiga o'qilgan madhiya bo'lib, uningda ichki partiyaning ko'zga ko'ringan a'zosi Waitress ismli bir yo'ldosh alayda tilga ilinib, uningga ikkinchi darajalik alayda to'hfa mukofoti berilgan ekan. 3 oydan keyin bu organ sababsizla tarqitilibdi. Waitress va boshqa munosabatli yo'ldoshlarning hozir nazardan tushib qolganligini faraz qilmoq tas emas. Albatta. Ammo buning xatiri yo ekranda, yo matbuotda berilmadi. Bu mu hayron qolgudek ish emas. Albatta, chunki siyosiy unsurlarga odatda sud ichilmaydi yoki jamoat oldida fosh qilinmaydi. Odatda necha ming kishi tutiladigan cho'ng tozalashlarda xoin va ideya jinoyatchilariga sud ichiladi va ular jamoat oldida bechoralarcha masalasini topshirgandan keyin o'lim jazosi ijro qilinadi. Ammo bu faqat ibrat qilib qo'yish uchun 2-3 yilda biror qitim qilinadi. Odatda bo'lsa, partiyaga ozroqla noroziligi bor odamlar yo'qolib ketadi va mangu izdirikini olg'ili bo'lmaydi. Ularga zodi nima bo'lganligi haqida hech kim qilchilik yeb uchiga erisholmaydi. Ba'zida balkim ular texi hayot bo'lishi mumkin edi. Winstonla o'zining ota-onasini hisoblamaganda ilgari keyin bo'lib yo'qolib ketgan odamdan 30 nechini biladi. Winston qog'oz qisqish bilan yengilgina burnining ustiga chekdi. Udul bo'limchidagi yo'ldosh Tilliston texcha eg'izni xotirlagichga yaqin ekilib bir nimalarni davotatdi. U beshni sal o'ra qilibdi, ko'zoynagidan yana so'g'oq nur chaqnadi. Winston yo'ldosh Tillistonning o'zi bilan o'xshash xizmat qildigan, qilmaydiganligini o'ylab qoldi. Bu tamoman mumkin ish edi. Bundaq murakkab, inchga xizmatning birla odamga topshirilishi mumkin emas edi. Yana bir tarafdan oxirlashib bo'lgan ishni nurg'un odam ishlaydigan
birla komitetga topshirish, bir o'ydirmachilikning maydonga chiqayotganligini ochiq-oshkora e'tirof qilganlik hisoblanadi. Necha 10 odamning birla vaqtda bir-biriga noma'lum holda G'ojakining deganlarining o'xshamagan variantlari ustida ishlayotgan bo'lishi ehtimolligi nihoyatda yuqori edi. Shuning bilan bir vaqtda ichki partiyadagi biror oqil bu nusxalarning ishidan bir nechini tanlab, qayta takrorlab, andin uni murakkab bir silishtirish jarayonidan o'tkazatdi. Shuning bilan eng oxirida tanlangan yolg'on mangulik arxivga kirgiziladi va haqiqatga aylanadi. Winston Whitersning nemishqa nazardan tushib qolganligini bilmaydi. Balki chiriklikdan yoki iqtidorsizlikdan bo'lgan bo'lishi. Balkim G'ojaka bek mashhur bo'lib ketgan bu qo'l ostini ko'zdan neri qilishni o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Va balki Whiters yoki uningga yaqin birarda xatarlik ideya bor deb qaralgan bo'lishi va yoki eng zo'r ehtimollikda pat-pat tozalash va parga aylantirishning hukumat xizmatining muqim bir qismi ekanligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu jumladagi birdan-bir yip uchi odam emas degan gap edi. Bu Whitersning hozir alburun o'lib bo'lganligini bildiradi. Odamlar qo'lga ilinsila cho'qim mushundoq oqibat yuz berdi debla o'ylab qolsangiz bo'lmaydi. Ba'zilari o'lim jazosi ijro qilinishidan ilgari biror 2 yil erkin qo'yib berildi. Texi ba'zida siz alburun o'lib ketdi deb o'ylagan ba'zi odamlar uchuq sotlarda arvohlardakla paydo bo'ladi. Yana boshqa bir qancha 100 odamni fosh qilib ondan yo'qab ketadi. Bu qitim haqiqiy manguga yo'qab ketadi. Balki Whiters allaqachon odam emaslashtirilgan, o'ldirilgan bo'lishi mumkin edi. U amdi yo'q bo'lgan bundoq odam mavjud bo'lib boqmagan edi. Winston G'ojakining nutqidagi tendensiyani aksiga o'rib qo'yishni to'g'ri topmadi. U buni aslidagi tema bilan butunlay aloqasiz boshqa bir ishga bog'lab qo'yishni qaror qildi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.